O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi UEFA Fabio Cannavaroga murabbiylik qilish taklifini bergan ekan. Eng qizig'i, Cannavaro ham rad etibdi. Sport jurnalistlari saytlarida ko'rdim. Cannavaro ham O'zbekiston terma jamoasini boshqarmoqchi emas ekan. Shunaqa qilib ovora bo'lib izlab yurgancha, men Ten Hag bekor. Ten Hagni olib kelish tarafdoriman. Bu Cannavarodan 1000 marta yaxshi. Men buni jiddiy aytayapman. Hozir ko'pchilik balkim tanqid qilar gapimga. Ten Hagni olib kelish kerak. Birinchidan, u har qanday yulduz futbolchini popugini pasaytib qo'ya oladi. Ronaldoni zaminiga mixlab qo'ygan murabbiy. Ikkinchidan, uning taktikasi hujumkor. O'sha tik-taka deysizlarmi, o'sha aytgan futbolni beradi. Uchinchidan, g'irt bekor hozir hech kim chaqirmaydi. Va Cannavaro deysizlar, bu izlayotganlaring umuman bir natija qilmagan murabbiylar. To'g'ri, Ten Hag Manchesterda, Bayernda natija qilmagan bo'lishi mumkin, lekin u kuchsiz murabbiy degani emas. Nima deysizlar shu taklifga?